Bugun men sizlar uchun Farg'ona shahrining yaxshi bir lokatsiyasidan 4 qavatli novostroykaning 3-qavatidan 120 kvadratdan iborat bo'lgan tayyor kvartirani obzorini qilib beraman. Assalomu alaykum Zinat uy-joy savdosining aziz kuzatuvchilari. Ushbu uyimizning bir nechta afzalliklari bor. Qarang azizlar. Har bitta xonaga alohida kiriladi. Bu yoqda masalan kladovka, bu yoqda spalniy bo'lsa, bu yoq bitta взрослый родительский spalniy, mana bu joy детский. Mana bu joydan kirganimizdan keyin azizlar, mana bu mehmonxona, mana bu joyimiz esa oshxonadan boshlaylik. Ayollarimiz, opa-singillarimiz suyib, bir kirib, bir ish qiladigan joylari. Demak, ushbu uyimiz yana bitta afzalliklari, uyda ko'rib turgan barcha jihozlar bilan oxirida narxini aytaman. Televizor qaranglar, kuxonniy mebellar, hamma narsa, mikrovolnovka, gaz, xolodilnik, hamma narsamiz bu joyda mujassam. Uyimiz toza, pokiza, eshiklarimiz bir xil MDF. Mana bu joyimiz dushovoy, chiroyli bir holatda aristonlarimiz bor ekan. Demak, mana bunaqangi toza, pokiza holatda turibdi. Bu joyimiz esa sanuzil, ya'ni hojatxonamiz o'zi. Bu joydan chiqqanimizdan keyin o'ng tomonga mehmon kelishiga ushbu joyga mehmonxonaga mehmonimizni olib kiramiz azizlar. Olib kirganimizda uyni qarang, chiroyli, pokiza, demak holatda uy qilingan. Uyimiz juda ham go'zal. Televizor ko'rib turganlaringizdek, mana bu mebellar qoladi. Illo mana shu narsani opamiz olib chiqib ketaman deyaptilar. Mana shu mebel chiqib ketadi, lekin pardalar, mana bu narsa ko'rib turganlaring, barcha oyoqdagi ginomlar ham qoladi azizlar. Demak, kirganimizda qarang, juda ham bir ajoyib, mana podsetkalarni qarang. Azizlar, juda ham chiroyli. Mana bu joyimiz birinchi boshlaymiz. Mana detskiy, ya'ni yosh bolalar uchun kengina, tor emas, 120 kvadrat bu katta xona degani. Mana shu uyimiz bu yosh bolalarimiz uchun. Mana bu detskiy shifonyerimiz ham, narsalarimiz ham qoladi. Yana batafsil kelganimizda nimalar qolishligini albatta kelishayotgan holatda ko'rishganimiz, gaplashamiz. Demak, mana bu родительский deydi ruschasi, ya'ni ota-onalar, yosh katta ota-onamiz uchun uy bo'ladi. Nima uchun deganda, bu joyda qaranglar, qanaqa chiroyli, oppoq bir ajoyib aboylar tanlanibdi, pardalar. Mana bu spalniyni qarang. Mana shu spalniyda o'zi ham palon pul turadi. Mana shu spalniylar ham hammasi qoladi azizlar. Buni ichida mana bu yuvinish xonasi, sanuzil deyilyapti bugungi kunda ruschasiga, ya'ni yuvinish, hojatxona hammasi va varnom degandek mana shu narsamiz. Yana bitta televizor. Demak, jami 3 ta televizor bo'lyapti oshxonada, mehmonxonada va mana bu ota-onalar. Va konditsioner ko'rib turganlaringiz azizlar, Shivaki konditsionerlari ham bor ekan. Mana bu joyimiz bitta spalniyimiz azizlar. Spalni uy toza, pokiza azizlar. Mana bu ko'rib turgan mebellarning ham hammasi qoladi. Radiatorlar ko'ryapsizlar. Isitish tizimiga ega hamma mebellar. Mana bu oxirgi mana bu joyimiz esa bu kladovka, ya'ni o'zbeklarda haligi nima deydi, narsalarni qo'yadigan joylar, omborxona deymiz o'zbekchasiga. Mana shu narsalar ham bor jami. Demak azizlar, ushbu uyimiz Farg'ona shahrining 19-maktabda ro'parasida qurilgan novostroykani 3-qavatda joylashgan 120 kvadrat. Narxi azizlar 75 ming so'ralyapti. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsalaringiz, yana batafsil ma'lumotlar berib, kelib sizlarga ko'rsatib, chiroyli narxlarga olib beramiz. Yana ozmuncha sunnatiga o'tib beramiz deyaptilar. Sog' bo'linglar, biz sizlarni kutib qolamiz.